So'zlaringiz shirinbol, nuringizdan quyoshlar. Farishtasiz ehtimol, buncha yaxshisiz ustoz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ahvol yaxshimi? Alhamdulillah, Dilnozaxon opajonim. Sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz ham a'lomi? Rahmat, yaxshi ko'rishdi. Biz sizni bezovta qilib qo'ymadik. Sizlar bilan ko'tara olmadim-yu, deb taqdirida rahmat. Boringizga shukronalar. Avvalambor biz sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz bilan tabriklaymiz. Rahmat kattakon. Hamisha yaqinlaringiz ardog'ida, e'zozida, mana shunday shogirdlaringiz, o'quvchilaringiz hurmatida bo'lib yuring. Biz Telegram ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan Yaqin insonimga izhorim tabriklar loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Feruza Bonu bilan jonli muloqotdasiz. Rahmat. Opajonim, sizni tabriklash maqsadida bizga bog'langan yaqin insonlaringiz borlar. Shogirdlaringiz, o'quvchilaringiz borlar. Ular o'zlarining ajoyib tabriknomalarini, dilnomalarini siz uchun qoldirganlar. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi o'quvchilaringizdan kutgan bo'lardingiz? Bilmadim, lekin barcha o'quvchilarimni yaxshi ko'raman, hammasini yaxshi ko'raman. Bir-biridan nima deydi? Bilmadim. Albatta opajonim, sizni yaxshi ko'rguvchi, qadringizni bilguvchi o'quvchilaringiz juda ham ko'p. Bu inson mening onajonimdek. Onamdan ko'p mehr beradi. Menga ranch ila ganch ila harflarni, bilimni beradi deya sizni ta'rifladilar. Kim bo'lishlari mumkin? Taxminlaringiz bormi? Kim sizga yaxshi ko'rishini aytib turadi? Hammasi aytadi, har kuni aytadi. O'g'illarim ham, qizlarim ham. Opajonim, unda keling o'zimiz yordam bera qolamiz, chunki siz bu kunning qirolichasi, qahramonisiz. Shunday ajoyib tabriknomalar, dilnomalar sizni o'quvchilaringiz Xadicha Bonu va albatta Nigina Bonu nomlaridan ajoyib tabriknomalar yetib kelgan va ularning albatta oila a'zolari nomidan o'qib bersam qabul qilib olasizmi? Mayli, rahmat. Rahmat sizga ham e'tiboringiz, hurmatingiz va albatta qimmatli vaqtingiz uchun. Assalomu alaykum mening mehribonim, qadrlari osmonim, mehr ziyoyim, qalbi ummonim, onamdek azizam, tili shirin zabonim, betakrorim ustozjonim. Men sizni ushbu muborak kun, tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, yana bir go'zal bahoringiz bilan tabriklayman. Gullardan-da zeboyim, so'zlari marvaritim, yaxshilardan ming a'loyim. Bu go'zal kunlar sizga qutlug' bo'lsin. Mo'tabarim, maftunkorim ustozjonim, dunyo turguncha tirik, baxtimizga sog' va salomat bo'ling. Qadrligim ustozjonim, borligingiz o'zi baxtdir. Sizdek ustozimiz bor ekan. Biz baxtlimiz, omadlimiz. Biz uchun chekayotgan har bir mashaqqatingiz, mehnatingiz, sabringiz uchun rahmatlar aytamiz. Biz siz orqali ilm o'rganyapmiz, harf o'rganyapmiz, haqni, nohaqni taniyapmiz, to'g'ri yo'lni o'rganyapmiz. Borligingiz uchun alhamdulillah deymiz. Biz o'quvchilaringiz uchun chekayotgan har bitta riyozatingiz, qilayotgan go'zal muomalangiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Quvonchli, baxtli kunlaringiz ko'p bo'lishligini, eng yaxshi ustoz maqomi sizga berilishini istaymiz. Zero siz eng buyuk ustoz nomiga munosibsiz. Siz buyuk qalb sohibisiz. Siz bizga nafaqat ustoz, onamdek mehribonsiz. Biz sizga havas qilamiz. Sizdek mehribon, maftunkor, latofatli va albatta malakali ustoz bo'lishni orzu qilamiz. Biz uchun fidoyi umringiz, mehnatingiz, mehringiz, kasbingizga bo'lgan muhabbatingiz sabab dunyoni tanityapsiz. Ustozjonim, bizlarga duo qiling, zero sizning duolaringiz sabab yuksalaveramiz. Har bir so'zi ibratligim, mehnatlari beminnatim, jannatlarga sazovorim. Sizni chin qalbimizdan yaxshi ko'ramiz. Qo'llaringiz taft qo'limda, duoyingiz sabab parvozim, o'gitingiz tirgak yo'limda. Boringizga shukr ustozim, har bir harfga mehringiz qo'shib o'rgatgansiz menga birma-bir. Agar sizni e'zozlamasam, qanday shogird bo'laman axir? Savodlarim chiqib yozguncha, mehr bilan berdingiz ta'lim, sizga boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman aziz ustoz jonim deya mana shunday ajoyib tabriknomalarni o'quvchilaringiz Xadicha begim va albatta Nigina Bonu va ularning oila a'zolari nomidan qabul aylaysiz ustozjonim. Katta rahmat. Kutmagandim to'g'risi. Qizlarimizni ham yaxshi ko'raman.
ketib qoldidan ham kelishdi. Kelganda ham o'pishib, bir ko'rishib, keyin kirishadi sinfga. Mashallah. Xaritlarda kutmagandim. Rahmat kattakon. Qanday duolaringiz bor o'quvchilaringizga? Qizlarimga avvalambor baxt tilayman. O'qimishli bo'lsinlar, ota-onasini baxtiga doim sog'-omon bo'lsin, ota-onasi orzu qilgandek vatanimizga foydasi tegadigan farzand bo'lib yetishsin. Har ko'rganda faxrlanib yurish nasib aylasin menga ham. Shular men o'quvchim edi, mana shu yaxshi o'qir edi, mana shularni men tarbiya berganimga doim quvonib, faxr ko'zi bilan qarab yurishlik inshaalloh nasib aylasin, hammamizga nasib bo'lsin. Rahmat deyman, doim ular ham sog'-omon bo'lsin, farzandlarini boshiga, oilalariga doim tinchlik tilayman, xotirjamlik tilayman. Mana shunchalik e'zozlabdilar, Alloh ularni e'zozlasin. Rahmat kattakon, sizga ham rahmat, ishlaringiz omad tilayman, charchamang. Rahmat sizga ham opajonim, ilohim siz ham. Yaqinlaringiz, mana shunday shogirdlaringiz, o'quvchilaringiz baxtiga sog' va salomat bo'ling. Ustozlik albatta mashaqqatli kasb. Mana shunday mashaqqatli kasbingizga, mehnatingizda omadlar tilab qolamiz. Tavallud ayyomlaringiz yana bir bora qutlug' bo'lsin. Yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling. Salomat. Rahmat, charchamang, rahmat. Salomat bo'ling. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. G'am kelsa boshingiz chinordek bo'lsin, quvonchdan qalbingiz minordek bo'lsin. Do'stlarning bag'ridan ayrilmang sira, yaqinlar siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, sevgimiz asrasin sizni iloyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Sevingu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hey, tug'ilgan kun, tug'ilgan kun, tug'ilgan kuningiz